Yaxşımıza dostlar, amanlanmış otanlar hayırlı olsun. Bugün biz Adaya şu Yeni Yaşam Bazarı'nın yan tarafı yerleşken efendim mezgit almırı çıkılgan. Ama şu adetkilermen, öyseylermen ve çamurlarmen, üçlermen toyun tonuşturup bir zopin tartışık doğru yapıldı. Bu mu bizim xiridalarımızın talebi. Bazı bir xiridalarımız o küçüklermen yaktırmız deyip kelip bizim dagöseylerimiz yani şu adetkilermen yeydi. Mallarmen tabi açık. Açık kumar dostlar. Yaş çoğunlar bek yaktırıp yatıcı ama şu 40 yaşın tüpüdükü. Yaş balığı gep ketmeydi. Şu 40 yaşın tüpüdük kırındaşlarımız kelip bu şlagmanını konumuz tamak tatmağa vaxtıda yesek ne obda yiyelikemiz kalımda bu şlagman obda yiyevatıdı. Ondan başka bu etrafta işlevatkan yani kuruluş işlevatkan başka ticarette mesela onu bunu satıp alıp kelgen kırındaşlarımız mı? Üyseylermende mallagmanımızı yaxşı yedimiz ama koy goşudu qoruymas. Ama it şu solunu yollab qo'yma ustiga ko'rib qolsam bo'ldi. Yana birga ama ko'kcham qo'llar mana. Bizning o yil 12ga chiqqan ko'kcham qo'llar mana. Bizning oshxonamizda odatda shu gyro, suyro, lapizlarman, lazurlarmandan boshqa odatdagi 12 istilgan lag'minlarimizdan 3 tilib lag'min emas. Nat yaxshi mangda. Har qanday odam yeyoladi. Masalan, yangi qilib azay qilib qolsam 12 pulga mushlar mana jami bilan qo'shib berib ketalaydi. Tug'in bir xaridoning gibi men ta'sirlantirgan bo'lg'achqa men bugun atayin shu ishlag'manni tanishtirib zo'panishlar deb yodim kelib qoldi. Unda bo'lsa odatdagilar emas. Shu ko'k qizillarni sho'xlar, go'sht, pinto'zi qatorliq saylni a'lolashtiramiz. Asos go'shtni asos qilamiz. 60% go'sht qog'iniga say boshqa narsalarni solamiz. Doridamanni oz solamiz. Undan boshqa ko'kchamg'olar bilan shu yumran chamg'o'ni qilamiz. Buningga qo'y go'shti ishlatamiz. Qo'y go'shtini maxsus yerli qo'y ishlatamiz. Yaqinda yanqimiz go'shtlarimizni yana bir isloq qilib, maxsus yerli qo'yga o'tib ketdik. Bajati so'tpesh ko'p farq etgan bilan, lekin go'sht pishqanda mazlik pishidi, yumshoq pishidi, undan boshqa yeganda odamga bir xil huzur bag'ishlaydi. Shunga biz yerli qo'yni qimmat deb ishlatamiz. Uysaylarman bu, basay yangiyo, qo'y go'sht. Mush saylni qoraymiz, ko'rib baqsanglar bo'ldi. Bizning 3 xil lag'minimizning ta'mi 3 xil. Biz anda bir xil ta'm bilan chiqarib, xiridaga vaqt o'zingizda boshlab qo'yib, tamom akasak oldiga. Bu uysaylarman yesam o'xshash, chambularman yesam o'xshash ta'mda, odetlarman yesam o'xshash ta'mda unda qilmaymiz. Biz kasbiy oshpaz. Kasbiy oshpazlik qilamiz. Pul topgan xiridaga biz shu tamoqni shu ta'mda beralaymiz. Endi odatlarimizni xiridalar yoqtirib yeyishlik sabab buningda tabiat chiqamadi. Anda chomifin yenga yeyish ketmaydi. Lag'maygan kelib qolsa yoki bir narsa ko'ngilni tatmay qolsa, shu odatlardan yerim yoki butun lag'mandan birini bursanglar, ko'midim deb yapib olasizlar. Shu do'konda xiridalar asosan jamin qilib ketdi. Butun lag'manni yotib, jaminni yotib ketdi. Biz bu balımın künek jamin deb boqcha kepirmas. Çamurlarma üyselag'imiz shu. Shunlashqa shu og'zimga titiqdek bir tamoq yesam bo'ldi degan xiridalar shu Yekshim bozorining yan tarafidagi apetitni kelsanlar, yo'lmi qolay, mashina to'xtatish maydonimi kengra, mishal bizning tamoqlarimizni yeb, bog'lab kelsanlar bo'ldi. Bundan boshqa oshxonamizda tamoq turlarimiz to'liq. Alaydilarman, suyrularman, gurullarman, lapizlarman, lazurlarman, cheyizlarmanlarimiz bor. Lekin ko'pincha xiridalar ayirib yetgan tamoq 3 xil bo'lg'achqa 3 zo'pan ishlab yo'llab qo'ydim. Shunda tamoq yigis bor xiridalar mishal kelsanlar, sizlarni qizg'in qarshi olamiz.